Xo'sh, assalomu alaykum. Davom etamiz. Navbatdagi adresimiz Samarqand shahar tomonga kelganmiz. 2 xonali ikkinchi etajga terildi desak ham bo'ladi. Mebel razmeriga kichikroq qilib yasatildi. Uyning razmeriga moslab. Razmerlar klient xohishiga qarab yasatilgan. Mana bunday holatda bo'ldi shkafi. Balandligidan razmeri kichraytirilgan. O'zi aslida 217 edi, hozirgi holatda 180 bo'lgan. Mana bunday holatda. Razmerlar klient xohishiga qarab o'zgaradi. Xohlagan razmerda, xohlasangiz uyni 0 dan 0 gacha ham bemalol mebel yasab beramiz. Trimosi kichikroq holatda 3 ta tortma, bitta eshikchalik qilib yasalgan. Divan 210 ga 170 matras razmer. Hozirgi holati mana bu. Stolchikning ustidan paralon bo'lgan. Agar matras bo'lsa 800 mingdan 100 dollargacha razisa qiladi pulida. Xo'sh, bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Biz bilan bog'lanishib pastda nomer qoldiramiz. Bemalol zakaz buyurtma berishingiz mumkin. Ishlab chiqarish joyini o'ziga borib ham tanlab olsangiz bo'ladi mebelni. Mebel shu aytilgan narx ichida 150 km dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Siz mebelni birinchi qo'l ishlab chiqaruvchidan, ya'ni birinchi qo'ldan olgan bo'lasiz. Xo'sh, rangida tanlov bor 20 xildan ziyod.